Assalomu alaykum, Hikvision Olmaliq kanali obunachilari. Sizlarni do'konimizga yangi kelgan mahsulot bilan tanishtirmoqchimiz. Bu Wi-Fi kamerani hamma tanisa kerak. Bu Wi-Fi kameramiz Instagram, Telegram tarmoqlarida trendga chiqqan eng yaxshi, eng hamyonbop, hamma qiziqish bildirgan kameralardan bittasi hisoblanadi. Bu Wi-Fi kameramizni sizlarga tanishtiradigan bo'lsak, bu Wi-Fi kameramiz bir o'q bilan 4 ta quyonni ursa bo'ladigan darajadagi maqolga to'g'ri keladigan Wi-Fi kameralardan bittasi hisoblanadi. Sababi bitta kameraning o'zida 4 ta ko'zi mavjud. Buni uyga, uchastkaga, ishxonaga, fermer akalarimizga yana tavsiya qilamiz. Bitta kamerani o'zi bilan 4 ta burchakka qaratib bemalol foydalansangiz bo'ladi. Bu Wi-Fi kameramiz kechasi-yu kunduzi rangli ta'sir uzatib beradi. Bundan tashqari kolonka mikrofonlari bor ichida. Sifati juda ham zo'r, Full HD formatda ko'rsatadi. Tarmoqqa ulanish sistemasi Wi-Fi orqali ulanadi. Wi-Fi ga ulanganda o'zini ichida modem routeri bor. Signalni usilish qilib yaxshi qabul qilib oladi. Bundan tashqari agar Wi-Fi oraliq uzoq bo'ladigan bo'lsa, Wi-Fi ga sim orqali ham ulasangiz bo'ladi. Wi-Fi kameralarimizni xususiyati juda ham ko'p sanab o'tadigan bo'lsak, qotirish juda ham qulay. Ichiga ichki xotir o'rnatiladi. 32-64 GB gacha bo'lgan fleshkalarni ko'taradi. Bu Wi-Fi kameralarimizni Hikvision Olmaliq kanali obunachilari uchun narxlarni skidka qilib beramiz. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Bundan tashqari har bir xaridorimiz uchun, kanalimiz obunachilar uchun albatta fleshkada bonus. Kelaverasizlar.